Siz ko'rib turgan bu yigit haqida aytib beraman. U rus tilini yaxshi bilganligi uchun uni bugun butun SNG davlatlarda tanishadi. Videolarni esa siz biz bilan maza qilib tinglaydigan o'sha mod. Странный молодой, в бары как домой. Lekin u ham bir paytlar oddiy inson edi. Masalan, hozir ham oddiy insonlarimizdan olaylik. Ramazon 26 yosh, kasbi barber sartarosh. U Rossiyaga ishlash uchun ketgan, lekin rus tilini o'rgangach hammasi o'zgardi. U nafaqat mijozlar bilan erkin gaplashishni boshladi, balki rossiyalik mijozlar ham unga ishonch bildirishni boshlashdi. Natijada Ramazonning mijozlari 4 baravarga oshdi. Yana bir misol, Dostonbek 21 yosh, u grafik dizayner, rus tilini yaxshi o'rganganligi uchun sohasini mutaxassisiga aylandi. Statistikaga qarasak ham bitta fakt bor. Rus tilini biladigan insonlarning daromadi o'rtacha 2 baravar ko'proq. Bu odamlar qandaydir super qobiliyatli bo'lganligi uchun emas, ular shunchaki til o'rganishga qaror qilishgan. Agar siz ham ular kabi natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi podrobniy tugmasini bosing va ro'yxatdan o'ting.